Behaviorizm nima? Behaviorizm bu psixologiyadagi yo'nalish bo'lib, inson xulq-atvori, xatti-harakatini o'rganadi. Unga ko'ra odamning ichki fikri yoki hissiyotidan ko'ra nima qiladi va nega qildi shu muhim. Ya'ni ko'rinadigan xatti-harakatlar asosiy o'rinda. Behaviorizmda asosiy g'oya juda qisqa bo'lib, rag'bat bo'lsa xulq yana takrorlanadi, jazo bo'lsa xulq kamayadi. Misol uchun, rag'bat ya'ni mukofot. Bola darsni qildi, ota-ona shirinlik berdi. Bola yana dars qilishga harakat qiladi, chunki yaxshi ish, yaxshi natija. Jazo, bola telefonni sindirdi, ota-ona koyiydi, keyingi safar ehtiyot bo'ladi. Yomon ish, yomon oqibat. Buni o'rgatilgan yoki shakllantirilgan xulq deb ataymiz. Buni tushunish uchun misol: telefon jiringladi, sen darhol qaraysan. Svetofor qizil, to'xtaysan. Bu xulq o'rganilgan tug'ma emas. Bu bilan nima demoqchi? Ya'ni insonlar o'zlarida yaxshi yoki yomon xulq-atvorni o'rganadilar, balki tug'ma emas. G'oya ham mana shunda. Behavioristlar nimani rad etadi? U shunday o'ylaydi. U ichida xafa bo'ldi. Behavioristlar deydi: biz faqat ko'rish mumkin bo'lgan xatti-harakatlarni o'rganamiz. Mashhur behavioristlar: Pavlov, shartli refleks; Skinner, rag'bat va jazo; Watson, insonni muhit tarbiyalaydi.